Moliya tizimi premium proyektiga start beramiz va o'zingizga qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Ilk loyihasi, moliya tizimining ilk qismi, ilk moduli shu kuni ishga tushiriladi. Moliya tizimi loyihasi, ya'ni bu Money Code. O'z-o'zida mindset bu birinchi modul hisoblanadi. Ya'ni moliya tizimiga oid bo'lgan fikrlarni to'g'irlash va uni tartibi, qoidalarini o'rganishga bag'ishlangan bo'ladi. Pul va moliyaga oid barcha fikrlar moduli ochiladi bu kun. Aynan mindset modulining vazifasi fikrlashni pul bilan o'zaro aloqasini yangi darajaga olib chiqish va qayta sozlash, reprogrammalashtirish. Juda ham mazmunan to'yintirilgan modul, eng yirik modul. Bu 5 ta modulning ichida. Bu 1 oy davom etadi mindset moduli. Sizga moliyaviy qarorlarni kundaligi taqdim etiladi. Bu kundalik bilan siz ishlaysiz. Bu pullarni rejalashtirish kundaligi emas. Ya'ni oldingi pul haqidagi darsliklarimizda berganimiz kabi bu unday kundalik emas. Bu fikrlash ustida ishlashga atalgan kundalik. Bu xuddiki miyangizda bitta korobka deb oladigan bo'lsak, quti deb oladigan bo'lsak, o'sha mana shu qutini ustida ishlash bo'ladi. Miya bilan ishlash kundaligiga bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni biz qayerda pulni hayot tizimidagi o'rnini buzgan bo'lsak, buni hammasini ko'rib chiqamiz. Va aynan shu modulda pulning ochiq va yopiq sistemasi haqida juda ham eksklyuziv ma'lumotlar berib o'taman. Ochiq tizimga qanday kirish kerak, pulning yopiq tizimiga qanday kirish kerak, umuman bunda bo'lish, bunda hayot kechirish qanday bo'ladi. Va bu modulda juda ham ko'plab amaliyotlar bo'ladi, amaliy mashg'ulotlar bo'ladi. Birinchi modulda pul tizimidagi o'z o'rnini anglagan holatda belgilash amaliyoti va qo'shimcha darsda turli xil valyutalar va pul tizimidagi yo'naltirish haqida ma'lumot berib o'taman. Har xil valyutalar haqida. Va bu to'g'ridan to'g'ri tizimli moliya sistemasida tizimli fikrlash ustida ishlashga olib boradi. Biz fikrlash ishini cheklovlarsiz, pul qarorliklaridan tashqari bolalar va ota-onalar reaksiyalarini, ta'sirlaridan tashqarida taqdim etamiz. Biz aynan mana shu fikrlar orqali, egri fikrlar orqali paydo bo'lgan teshiklarni ko'rib chiqamiz va ularni davolaymiz. Qayerga ketyapti sizni moliyangiz? Qanday qilib uni tushib ketayotganligi haqida sizni moliyangizni aynan shu yo'nalishda qattiq ishlanadi bu modulda. Chunki bu yerda moliya sistemasida doim pasayish bo'ladi. Bu tizimdan chiqish hisoblanadi. Shunday amaliyot beriladiki, bolani pulga nisbatan munosabatida qanday ulg'aygan, uni ulg'aygan inson pozitsiyasiga o'tkazish amaliyoti beriladi. Bu modulga bonus bo'lib hisoblanadi. Bu ota-onani ko'zlariga qaratilgan mini neyroterapiya hisoblanadi. Pulning ochiq sistemasiga kirish uchun xizmat qiladigan. Va bu neyroterapiyani siz doimiy ravishda tinglashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi modul order, ya'ni moliya va pul tizimining qoidalari va tartiblari. Modulning vazifasi pullarni o'z qoidalari va tartiblariga ega bo'lgan holatda jonli sistema sifatida ko'rishni o'rganish. Unga buyum sifatida emasda, moliya tizimining tartibining 3 ta darajasi, moliya tizimi qoidalari, moliya tizimi qonunlari, moliya tizimi tartibini tiklash amaliyoti, moliya tizimini qabul qilish mashg'uloti. Bu pul va moliya tuzilmasini shaxsiy maydonini kengaytirish bo'yicha noyob amaliyotlar beriladi.
pulsizlik va pul yo'qotilishining ajdod dasturlari va ong ostidagi pul qarzlari, ya'ni bu ajdoddan kelayotgan qarzdorlik, yana pulsizlik qarzdorligi, pul yo'qotish bo'yicha ajdodga sodiqlik bo'lgan qarzdorlik iqrorliklari, bular bilan ishlaymiz. Bu yerda qo'shimcha darsda chuqur transformatsion amaliyot qarzdorlikni yopish bo'yicha amaliyot o'tkaziladi. Bu qanday qarz deyish mumkin? Menda yo'q-ku, qarzdor emas vaqtgina deyishingiz mumkin. Bu pul tizimini tartibi va qoidalari modulida bu energetik qarzlar nima ekanligini va qanday sizni hayotingizga ta'sir o'tkazayotganligini chuqur o'rganib chiqamiz. 3-modul bu neurosistem, ya'ni neyroplastiklik. Boshida aytib o'tganim kabi, men o'zimning faoliyatim haqida gapirgan paytimda aynan men neyroterapiya bilan shug'ullanishimni aytib o'tdim. Va bu o'z-o'zidan meni psixoterapevtik bilimlarim asosida chuqurlashadi va mukammallashadi, mujassamlashadi. Bu dastur neyroplastiklik dasturi 2 oyga mo'ljallangan dastur. Ya'ni qalbi tezlashtirilgan shakli 2 oy ichida pul tizimini anglash, pul tizimiga nisbatan fikrlash sezilarli darajada o'zgaradi. Neyroplastiklik modulining vazifasi miyani omon qolish rejimidan, ya'ni yashab qolish rejimidan faol farovonlikka qayta dasturlashga xizmat qiladi. Bu shunday mo'jizakor modul va u to'laqonli amaliyotlardan iborat bo'lgan modul. Va bu modul sizga meros sifatida xizmat qiladi. Ya'ni bu praktikalarni umringiz davomida mazza qilib ishlatasiz. Bu terapiyalarni, neyroterapiyalarni hammasini. Bu yerda boylik formulasi neyroterapiyasi beriladi. Bu yerda idrok qilish nuqtasini, ya'ni sizni qarashlaringizni, ya'ni yetmaydi, yo'qotilishlar kabi iqrorliklar, qo'rquvlar, har biri xotirjamlik darajasiga, neytrallik darajasiga, moliya energiyasining almashinuvi darajasiga o'zgartirilishiga olib boriladi. Bu yerda pul sabotaji bilan ishlash, ya'ni o'ziga o'zi qarshi ishlashi, moliya bilimlaringizni. Bu yerda miyani dengiz ostidagi toshlari bilan ishlash amaliyoti. Bu yerda sizni hissiyotlaringiz, ya'ni pulga nisbatan aybdorlik, qo'rquv, g'azab, har xil sistematik signallar sifatida kirib kelgan hissiyotlaringiz bo'yicha ishlanadi. Har biri amaliy mashg'ulotlar bilan. Hissiyotlar bu omon qolish, qarzlar, xavf, xavotir. Ular bilan tezlikda ishlab chiqib ketishga bajarilgan, o'rnatilgan mashqlar beriladi. So'z mashqlar. Tezlikda baronda chiqishga atalgan. Bularning har biri, yana bir bor aytaman, miyadagi o'sha qutini tozalashga bag'ishlangan bo'ladi. Miya qutisini tozalashga bag'ishlangan bo'ladi. Miya neyronlarini, qayta aloqalarini tiklash, xaritasini yangidan yaratishga bag'ishlangan mashg'ulotlar bilan boyitilgan modul. Bu ham yana bir to'yintirilgan amaliy modul hisoblanadi. Va siz bemalol hayotingiz davomidagi har doim o'zingizga yordam beruvchi qurollarni olib ketasiz bu yerda. Va doimiy ishlatasiz. 4-modul. 4-modul bu energy. Pul va moliya energiyasi. Bu modulning vazifasi pul energiyasini anglashni o'rgatish. Bu fakt, ya'ni u energiyaligi bu fakt. Buni hamma biladi, lekin bilmaydiganlar ham bor. Bu shunchaki energiya emas.
ya'ni siz bilgan narsalarini aytilmaydi bu yerda. Bu yerda uning qanchalik qudrati haqida gap ketadi. Pul energiyasini anglashdagi undagi qing'ir-qiyshiqliklar nima ekanligini o'rganib chiqamiz bu yerda. Bu yerda pul tizimi alohida blok sifatida beriladi, alohida bo'lim sifatida, alohida tizim ichidagi tizim sifatida o'rganib chiqiladi pul sistemasi. Pul tizimining 3 ta darajali matritsasi, pul tizimining muvozanati, moddiy dunyodagi qarzlar, hadyalar, kreditlar tartibi qanaqa bo'ladi? Bu haqida ham o'rganamiz. Va bu yerda yana bir amaliy mashg'ulot, men kimman mashg'uloti. Energiya almashinuvida ishlanadi, ko'rib chiqiladi. Ya'ni siz kimsiz, qurbonmi, bolami yoki ulg'aygan inson. Bu yerda men kimman? Buni tushunish muhim. Pul sistemasida men kimman? Shunga bog'liq holatda siz bu tizimga kirasizmi yoki yopiq tizimda bo'lasizmi, anglab olasiz o'zingiz uchun. Va yana pul energiyasini muvozanati bo'yicha mashg'ulot o'tkazamiz. Bu yerda maqsadlar va imkoniyatlar tizimi ham bo'ladi. Imkoniyatlar taklif qilinadigan maqsad mashg'uloti beriladi. Maqsadlar tizimi ajralmas. Ular birga boradi pul tizimida, chunki bir-biriga bog'liq bo'lgan tizim hisoblanadi, sistema hisoblanadi. Maqsadlar, imkoniyatlar tizimi energiya bilan bevosita bir-biri bilan bog'liq holatda bir-biriga ta'sir o'tkazuvchi sistema hisoblanadi. Bu aynan pul energiyasining noyob amaliyoti orqali mustahkamlanadi. Va keyingi 5-chi yakuniy modul bu your value. Bu yani sizni qadringiz, o'zingizni qiymatingizni belgilovchi modul. O'zingizga bo'lgan hurmatni, o'zingizga bo'lgan ishonchni, qadrni, qiymatni qanchalik darajada muhimligini va uni shakllantirishni yo'lga qo'yuvchi modul bo'ladi. Bu juda qimmatbaho modul. Ya'ni insonni har jabhasida kerak bo'ladigan modul. Bu modulning vazifasi ichki tayanchni va shaxsiy qadriyatni asosiy moliyaviy oqim manbai sifatida ochib berish. Bu yerda biz o'zini qadrlashni ichki tayanch sifatida ishlab chiqamiz. O'z qadrini qanday anglash? O'z qadrini anglashning formulalarini o'rganib chiqamiz. O'zini qadrlash va pul qadrini yo'qotish. Buni 5 ta belgisi va uni tiklashni 5 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Va bu modulni tarkibida 3 ta pul magniti. Ular qanday bo'ladi? Bu qanday harakatlar? Bu nima? Bu yerda biz magnit kuchi haqida ham jiddiy ishlab chiqamiz. Nima magnit bo'lib xizmat qiladi? Tizim sizni chiqarib yubormasligi uchun. Yaxlitlik tizimi. Bu ham 5-chi moduli tarkibida bo'ladi. Bu alohida blok. Juda ham katta hajmli, ichki o'zini o'zi tanqid qiluvchi iqrorliklar bilan ishlash. U qanday bo'lmasa o'zini qadrlashga yetib kelish. Pul va ichki tanqidchini dialoglari bilan ishlash. Chunki ular doim bir-biri bilan kesishadi. Pul va ichki tanqidchi. Shuning uchun bu yerda, ya'ni o'zini qadri modulida bu qaytadan tiklanadi. O'zi bilan aloqani tiklash amaliyoti bilan. Va kelinadigan final natija.
pul va moliya tizimida chuqur anglash, tizimni anglash, pul va moliya tizimi bo'yicha yangi nazar va yangi qarash, yangi fikrlashga kelish, pul va moliyaga nisbatan munosabatda tartib o'rnatish, yangi neyron aloqalari, ongli energiya oqimi, yorqin o'zini qadrlash va ichki tayanchga kelish, omon qolish rejimidan o'z yangi moliyaviy realligini yaratish pozitsiyasiga o'tiladi. Mana bu siz uchun 5 ta modul. Bu 4 oy davomida olib boriladigan chuqur ish modullarimiz haftaning juma kunida soat 7 da bo'lib o'tadi. Vaqtlar yana guruh bilan kelishilgan holatda kun va vaqtni o'zgartirish imkoniyatimiz bo'ladi. Darslarimiz taxminan o'rtacha 3 soat bo'ladi. Ba'zan bu cho'ziladi. Guruhli korreksiyalarni hisobiga, savol-javoblarni hisobiga bu cho'zilishi ham mumkin bo'ladi. Eng muhimi, zapislarimiz bor bo'ladi har doim. Va siz erkin vaqtda ham darslarni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va qo'shimcha ravishda biz butun kurs davomida ushbu moliyaviy qarorlar kundaligida, pul fikrlashi kundaligida ishlaymiz. Butun kurs davomida. Va sizga vazifalar qo'shilib boriladi. Bu shuni anglatadiki, vazifalar qo'shilib boriladi. Va loyihani yakunida sizda tayyor o'zingiz tomonidan ishlab chiqilgan kundaligingiz bo'ladi. Uni o'zingiz uchun bosmadan chiqarib olasiz, chop ettirib olasiz to'g'ridan-to'g'ri. Bu o'zingiz yozib chiqadigan, o'zingiz to'ldiradigan kundalik bo'ladi. Undan tashqari biz Telegramda yana siz bilan super guruhda hamkorlik olib boramiz. Networking bo'ladi. U yerda men siz yana savollaringizga tug'iladigan javoblar berib boraman va doimiy men va kuratorlar nazoratida bo'lasiz. Aynan loyiha davomida men bilan bo'lish bu juda ham yutuqli qism hisoblanadi, chunki sizni hozirgi ondagi yashab o'tayotgan jarayonlaringizga to'g'ridan-to'g'ri korreksiya olish imkoniyatingiz bo'ladi. Va bu hammasi 15-mayda start oladi. O'ylaymanki, bu yerdagi har bir ishtirokchi biz bilan birga bo'ladi oqimda. Va onlayn tarzda keyin zapis formatida ishtirokchilar ham bu loyihani ko'zlari qiyishmaydi deb o'ylayman. Ya'ni o'tkazib yuborishni ko'zingiz qiymaydi. Shunaqa nodir loyiha tayyorladik biz. Taxminan 2 yil oldin o'tgandik. Boylik Merkabasi innovatsion proyektini o'tgandik-da, ya'ni pul mavzuida o'tilgan darsligimiz. Bu loyiha to'laqonli amaliy, ya'ni innovatsion emas, to'laqonli amaliy va nazariy bilimlarga asoslangan pul borasida siz uchun konkret qurollar beriladigan loyiha hisoblanadi. Ya'ni bular butunlay bir-birini to'ldiruvchi qism hisoblanadi. Shu jumladan shu yerda aytib o'tay, aynan bu loyiha ishtirokchilariga Boylik Merkabasi innovatsion muhtasham proyekti sovg'a sifatida beriladi. Bu eng quvonchli qismlaridan biri. Yana davom etaman quvonchli qismlardan. Boylik Merkabasi innovatsion kursi juda ham noyob, nodir. O'zbekistonda yagona loyiha. Bu ham xayolingizda bo'lsin, aqlingizda bo'lsin. Takrori bo'lmagan loyiha hisoblanadi. Katta loyiha hisoblanadi. Bu boylik genini butunlay uyg'otishga bag'ishlangan innovatsion darslik hisoblanadi. Bu ham xuddi shunday O'zbekistonda takrori bo'lmagan loyiha va butunlay nazariy va amaliy qismlardan iborat bo'lgan muhtasham darslik. Bular bir-birini to'ldiradi. Demak, darslikning audio va video zapislari sifatli holatda taqdim etiladi
eshitishga qulay holatda taqdim etiladi. Xuddi oldingi darslarimizda qanday qayta ishlab sizga sifatli holatda yetkazgan bo'lsak, bu darsdagi loyihalar ham shunday yetkaziladi. Yana qo'shimcha ravishda zapis holatda kelib moslashtiradigan bo'lsa, kelajakda siz kurs davomida tug'iladigan hamma savollarga javoblarni ham o'zingizga olasiz. Bularga ham javoblar joylangan bo'ladi, hammasi judayam to'ldirilgan bo'ladi. Bu aytganlarimdan tashqari ham manba va ma'lumotlar juda ham ko'plab taqdim etiladi. Har galgi kabi. Endi moliyaviy qismga o'tadigan bo'lsak, to'lovlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bu modulni alohida bo'limlarga bo'lib sotib olish imkoniyati bor. Ya'ni har qanaqasiga imkoniyat bor. Siz bu loyihada bo'lishingiz uchun siz faqat hayotga ha desangiz yetarli. Shogirdlik 2026 loyihasi uchun bu loyiha, bu muhtasham loyiha ochiq dostupda to'lovsiz holatda taqdim etiladi. Ana endi mana bu moliya tizimi premium proyektini eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Taxmin qiling, bu nima? Retreat. Ana mana shu moliya tizimi loyihasi ishtirokchilari uchun maxsus retreat Xitoy davlatida va u yerda Tibetda birga bo'lamiz sizlar bilan. Biz akademiyamiz tarixida bunday kurs ichida retreat yaratilmagan. Ya'ni biz faqatgina bu loyiha ishtirokchilari bilan birgalikda retreat tashkillashtiramiz. Aynan moliyaga mo'ljallangan retreat bo'ladi demak. Va aynan moliyaviy yuksalgan davlatda, Xitoy davlatida. Va uyg'ongan insonlarni makoni bo'lgan Tibet maskanida biz siz bilan sayohatimizni davom ettiramiz. Bu o'zim uchun ham hayajonli, o'zim uchun ham xushxabar, komandamiz uchun ham xushxabar hisoblanadi. Chunki bu yangi kirgizilgan qism hisoblanadi, aynan moliya tizimi loyihasi uchun. Bu retreat iyul oyini oxirlariga mo'ljallashtiryapti. Bemalol tayyorgarligingizni boshlashingiz mumkin.